Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan YouTube kanalimda ko'rishib turganimdan xursandman. Biz hozir qisqacha qilib o'tamiz. Tilloga tahlil qilgandik 17-noyabr kuni. Hozirda sana 28-noyabr. 11 kun ichida hozirda holat qanaqangi bo'ldi? Ya'ni tahlilimiz bo'yicha yurdimi? Undan nabodishi qanaqangi fikrlar bor? Ko'rib o'tamiz. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. Men hozir o'sha paytdagi streamli videoni qo'yib to'g'rilab ko'rsatib o'tib ketaman. To есть mana shu tepada kuchli likvidnost qoldirgan. Tak, PDH. Bozor menimcha shu padalarni yechib turib FFG'ni to'ldiradi. Undan keyin menimcha OTdan ketsa kerak shu bilan. To есть вот так. O'sha menimcha harakat bersa kerak. Tak to'g'risi men tilloda uncha ko'p targ'ibach qilmayman, shuning uchun paka ko'ramiz. Dan reaksiya olib narx ko'tarilishda davom etadi deganni. Hozirda narx mana shu yerdan qaytyapti endi. Xo'p, tak video uzilib qoldi. Hozirda men vaziyatni qanaqangi ko'ryapman. Narx mana shu FFG'ga kelgandan keyin narx FFG'ni buzib yorib o'tib ketmasdan pastga harakat qilishni boshlasa, multi time frame'larda kirib, ya'ni short pozitsiyaga sell side'largacha yana yurishimiz mumkin. Yokida FFG'ni yorib o'tganidan keyin уже tarixiy maksimum yangilanishi mumkin. Ya'ni tepadagi pastki tomonga qarab harakat bo'lishi mumkin. Bu degani maksimum yana yangilanadi degani.